Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ulug'lik va oliylik egasi. Kaza an kulli zi aunin va nasrin tafarrada zul jalali va zul ma'al. Shuningdek, barcha ko'makchi va yordamchidan ham behojatdir. Buyuklik sohibi va ulug' ishlar sohibi yagonadir. Nazmiy bayoni. Ko'makchi-yu yordamchiga muhtojmas aslo. Zul jalolu mutaoli mutlaqo tanho. Matn sharhi. Ushbu bayt yuqoridagi baytning davomi bo'lib, Alloh taolo o'ziga xotin va farzand tutishidan xoli bo'lganidek, biror bir ko'makchi va yordamchiga muhtoj bo'lishdan ham xoli degan ma'noni anglatadi. Zero Alloh taolo butun olamlardan behojat zotdir. Ushbu haqiqat Qur'oni Karimda shunday ifoda qilingan. Astaizu billah va qulil hamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan va lam yakul lahu sharikun fil mulk va lam yakul lahu waliyyun minaz-zulli va kabbirhu takbira. Sadaqallohul azim. Hamd farzand tutmagan, podshohligida sherigi yo'q, xorlikdan qutqaruvchi do'sti bo'lmagan, ya'ni hech kimga muhtoj bo'lmaydigan zot Allohga xosdir deng va ulug'lab unga takbir ayting. Isro surasi 111-oyat. Farzand tutishdan xoli bo'lgan Allohga hamd bo'lsin. Ibodat qilinishga haqli ekanida sherigi bo'lmagan Allohga hamd bo'lsin. Butun olamlardan behojat bo'lgan, shuning uchun hech qachon biror do'st yo ko'makchiga muhtoj bo'lmaydigan Allohga hamd bo'lsin degin. Hamda uni mutlaqo ulug'lagin. Uni oliy va buyuk sifatlari bilan zikr qilgin. Mazkur ma'nolarni to'ldiruvchi ma'lumotlar ikkinchi baytning sharhida aytib o'tildi. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.